Ayni damda tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Zamiraxon jonimiz bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Adashmadingiz, o'shaman. Sizni ayni daqiqalarda tabriklar va qutlovlar radio loyihamizdan qo'ng'iroq qilib bezovta qilib turibmiz. Kamina ushbu loyihaning boshlovchisi Mashhuraxon bo'laman. Avvalambor sizni bugungi shodiyonalik, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimizdan loyihamiz ijodkorlari nomidan muborakbod etamiz. Sizga yaratgan egamdan uzoq umr, sog'lik, salomatlik, chiroyli, baxtli hayot tilaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'lib, farzandlaringiz ardog'ida, huzur halovatda, umr guzaronlikda hayot kechirishingizni tilakdoshimiz, onajonim. Rahmat. Ilohim, siz bundan-da ko'plariga loyiqsiz. Sizni shunday chiroyli ayyomingiz, tug'ilgan kuningiz munosabati bilan o'zgacha tarzda tabriklab, kayfiyatingizga ko'tarinki kayfiyat baxshida etish maqsadida juda ham yaqin mehriboningizni dil izhorlari bitilgan tabrik xatlari kelib tushgan ekan loyihamizga. Nima deb o'ylaysiz? Dilnoma xatlarini egasi kim bo'lishi mumkin? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Opacham Zarafshondir balkim. Yana bir o'ylab ko'rasizmi, onajonim? Qizim Zulxumor. Mashalloh. Onani ko'ngli sezadi deganlaricha bor. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz Yana o'shdimi? Tavallud ayyomingiz bilan barcha yaqinlaringiz, jigarlaringiz va qizlaringiz nomidan jannatlarda boshingizga tojlar kiygizuvchi qizalog'ingiz Zulxumorxon opamiz tomonidan dilnoma xatlari kelib tushgan ekan. Mayli onajonim, birozgina sizni qimmatli vaqtingizni olgan holda qizalog'ingizni siz uchun chin yurakdan yozib qoldirgan dilnoma xatlarini o'qib eshittirsam-da, sizni baxtiyor aylasam. Mayli, rahmat. Boshlayvering. Onajonim, diqqat qilasiz, qizalog'ingizni dil izhorlarini o'qib boshladim. Onajon, ming bor shukr borligingizga. Aslo zo'r qilmang hech duoyingizga. Bir so'zni tan olay, aytayin sizga, necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga. Siz borki, zulmatlar bo'lmas umrimda, xotiralar hattoki qiynamas tunda, goh g'amgin, hattoki baxtsiz kunimda. Necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga. Onajon, ne qilay ayting siz uchun, hattoki shu shirin jonimdan ustun, mehringiz ko'nglimni qilganmi tutqun. Necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga. Dunyolar tark etdi ketmadingiz-a, men uchun ne g'amlar chekmadingiz-a, eng og'ir damda ham kechmadingiz-a. Necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga. Bilmam loyiqmanmi men mehringizga, hech ta'rif topolmam chin sevgingizga. Sizdan duo kerak umrbod bizga, necha yosh bo'lsam ham muhtojman sizga. Assalomu alaykum. Meni jonu jahonim, borlig'im, boyligim, jannatim, aziz va muhtaram onajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz bilan chin yurakdan oila a'zolarimiz nomidan muborakbod etaman. Onajonim, yagonam, dunyolarga tengi yo'q insonim, o'zimni mehribonim. Sizga Allohimdan uzoq va barokatli umr so'rayman. Ne'matlari ichida eng barokatlisi bo'lmish sog'lig'ingiz mustahkam bo'lishini Allohimdan har bir duolarimda so'rayman. O'zimni mehribonim, jannat iforli onajonim, agarda yoshlik qilib dilingizga ozor berib qo'ygan bo'lsam, men xatokor qizingizni kechiring. Sizni dunyolarga sig'mas muhabbat ila yaxshi ko'raman. Onajon, mehribonim, boringizga ming bora shukrlar bo'lsin. Sizga so'z bilan ta'rif etilmas, ro'yolarda ko'rinmas baxtli kunlar tilab qolaman. Mehribonim, jannat iforligim, siz tufayli yorug' olamdan bahramand,
baxtdan mast, jigarlarim bilan shod xurram, go'zal yashamoq baxtiga muyassarman. Onajon, boringizga shukur. Bizga shunday go'zal ona bo'ldingizki, boshqalarning onalariga qarab bizning ham onamiz shunday bo'lsin demadik. Yaxshiyam hayotimizda borsiz, yaxshiyam bizga onajonsiz. Bizga ketgan umringizga, bizga ketgan vaqtingizga Allohim sizni jannatlari bilan mukofotlasin. Inshaalloh sizni Allohimni baytlariga olib boramiz. Hoji onamiz bor deya siz bilan faxrlanib yuramiz. Onajonim, o'zimni beg'uborim, mo'niskina, beozorgina onajonim, boringizga shukur. Yuz yoshlar bilan yuzlashgan chog'ingizda ham tavallud ayyomingiz bilan tabriklab yurishlik biz farzandlaringizga ham nasib ro'z aylasin deb o'z tabriklariga yakun yasab qolgan ekanlar. Onajonim, qizalog'ingiz Zulxumor opajonimiz niyat qilganlaridek takror va takror hoji ona bo'lish nasib qilsin. Tavallud ayyomingizni yaqinlaringiz, jigarlaringiz va qizlaringiz ardog'ida a'lo darajada o'tkazib oling. Salomat bo'ling onajonim. Ushbu go'zal tarona siz uchun onajonim. Mazza qilib raqsga tushing.